Universal drabelkamizni mis motorligini ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga ochib uni ko'rsatib beramiz. Ochib. Hamma narsa o'zini ichidan chiqadi. Buni komplektning ichidan 4 xil setka chiqadi, upakovka holatda. Keyin bolkaga tortish uchun boltlar chiqadi, g'ildiray rezina. Keyin bunaqa don tashlash uchun ochib yopiladigan temiri ham chiqadi, ichidan komplekt bo'ladi. Ichlariga keladigan bo'lsa, tishlari mana 12 ta tishlar bilan jihozlangan, kalonni tishlar bilan 4 tadan 8 ta mana to'ylari bo'ladi. Maxaveli, qalin maxaveli bilan jihozlangan, motorlar 4 kilovat. Toza 4 kilovat, ustidagi varonkasini qo'yib 8 ta bolka qotirib olasiz, shu yerdan qashayib olasiz, mana bu yerdan don solasiz. Don solib ochasiz, bu yerdan so'tali mahsulot ham bu yerdan solasiz. Belkamiz oddiy uyda tokiya ishlaydi. 4 kilovat motori soatiga 300-500 kilogacha donlarni chiqarib beradi. 220 ga ishlaydi oddiy, o'zini sof og'irligi 69 kilo bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsa, narxlar o'ta shikolat. Narx 3 million so'm bilan butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Obuna bo'lib qo'ying, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, dastavka qilib beramiz.